Real va Vinicius o'rtasidagi muzokaralar boshi berk ko'chaga kirib qoldi. Holand hozirgi formasi haqida: Shu paytgacha hech qachon o'zimni bu qadar his qilmaganman. Assalomu alaykum qadrli muxlis, sizlar bilan Janus futbol kanali va biz boshladik. Madridning Real klubi Vengeri Vinicius Junior jamoani tark etishi mumkin deb xabar bermoqda Chiringuito TV. 25 yoshli braziliyalik futbolchi bilan shartnomani o'zgartirish bo'yicha muzokaralar samara bermayotgani va hozircha hech qanday oldinga siljish kuzatilmayotgani aytilmoqda. Manba ma'lumoticha, Real futbolchini 150 million yevro deb baholagan va uni arzonroq narxga qo'yib yuborish niyatida emas. Vinicius esa faoliyatini davom ettirish uchun boshqa variantlarni ko'rib chiqishni boshlagan. Agar u Madridni tark etishga qaror qilsa, uning asosiy yo'nalishi Angliya Premyer Ligasi bo'ladi va u eng yuqori darajada o'ynashni xohlaydi va Saudiya Pro Ligasiga o'tish niyati yo'q. Ilgari Manchester United Vinicius Juniorga qiziqish bildirgani haqida xabar berilgan edi. Joriy mavsumda Vinicius klubi darajasida 14 ta o'yinda maydonga tushib, 5 ta gol urgan va 4 ta gol yozuvni amalga oshirgan. Manchester City hujumchisi Erling Haaland aytishicha, u hozir faoliyatidagi eng yaxshi sport formada. Norvegiyalik futbolchi joriy mavsum Angliya Premyer Ligasida 10 ta o'yinda 13 ta gol urgan. Mavsum yaxshi boshlandi va o'zimni juda yaxshi his qilyapman. His qilyapmanki, bu mening eng yaxshi versiyam. Hali hech qachon o'zimni bu darajada yaxshi his qilmaganman. Formada bo'lib turish uchun to'g'ri kayfiyatni saqlash, yaxshi tiklanish va to'g'ri ovqatlanish kerak. Eng muhimi muvozanatni saqlash, energiya darajasi va motivatsiyani yuqori ushlash. Tanang va onging uchun foydali ishlar qilish juda muhim, dedi Erling Haaland. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib kanalimizga obuna bo'lib ketishni unutmang. Qiziqarli videolar hali oldinda. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.